Okalar mana maktab zinasini qo'yishni boshladi mana. 3-qavatdan 4-qavatga mana. Tayyor betondan. Mana jigar. Çok ichedilar. Mana. Nasoslarimiz kelgan. Bu yoq tomonda yana bitta zinamiz bor. O burchida ham bor edi, tugatdi uni ham. Endi bu yerdagisini mana. Qo'lla yetadi. Mana bunday holasi cho'tkilab qo'yib yotibmiz. Bosh rolda mana nasos chopadi. Ozginadan keyin vibrator solish jarayonlarini ham ko'rsatamiz endi. Okalar, mana zinamiz tekslitto quyib bo'ladi dedi. Bekzodjon jigar mana shu edilar. Ha, pastda men o'zim tekslab chiqdim. Tepasini endi Bekzodjon jigar sekin o'rgatdi mana shogirdga. Mana bu yerda juda ideal qilib, cho'tki qilib quyib qo'yibdi mana. Bu yer maktab mana. Maktab qurilgan bu joyga. Bu yoqda ham bitta shogird bor mana. Bu yerda ham bitta zina bor, o'shani teshyapti mana. Mana. Mana bu yerda bitta sarson shogird bor mana. Umr yeydigan shogird bor mana bitta. Vibratorni ko'tarib, yelkaga osib olib yuraveradi. Mana. Mana. Xohlasa tekislab qo'yib tugatdi. Juda chiroyli. Mana shu joyida bir 5-6 ta stupenka bilan mana shu plashatkasi qoldi. Shuni tekislab tugatsak tugaydi. Biz kecham tushib qoldi. Hozir bu zinamiz 3-etajdan 4-etajga chiqqanda bu yoqqa. 4 etajli maktab, bu yerda yana yangi boshlanyapti. Mana bu joyda kavlab tayyorlab qo'yildi. Endi shu joydagini ham xudo xolisa tayyorlashsa 15 kun 20 kundan keyin kelib qilamiz-da bu joy zinasini ham. Mana. Nima tarajasan shogird?